Buni qayerga kiyadi deb so'raydiganlar uchun oshxonaga ham, dachaga ham, любой joyga kiysangiz bo'ladigan sho'r narsa. Mana qaranglar, uzungina ko'ynek, mazza qilib kiyadigan mana ko'rsatmayman qizlar. Mana ko'rdinglarmi? Tizzadan turadigan ko'ynek qizlar kengina, mo'lgina 50 dan 58 gacha bemalol keladi. 60 ga sahal torroq turadi. Tor bo'lsa ham kiyib yuraveraman. Meni erim bo'lchkalarimni yaxshi ko'radi deydigan bo'lsangiz, bemalol kiyishingiz mumkin qizlar. Ranglari bor, bordoviy, pushti, qora, seri ranglari bor. 5 xil sangiz, o'ynanib ketdingiz sizdan deb. Mana shu paytga aytaman, aylanganingiz bilan meni kartamga pul tushmaydi-ku. Aylanmang, kartamga pul tashing deyman. Aylanib qo'ngraman, og'inglar kelmaydi. To'g'ri. O'zinglardan pul olasizlar. Gap-gashtek bo'lsa, pochchani qo'ymaysizlar. Sizlarni qaranglar. Pochchadan yiqqan terganinglarni tez olinglar-da, sizlarga shikarni pijama olib kelib qo'ygan. Mash yelka qisminglar ochuv bo'lib takoy turadi. Pochcha ko'rsalar bor, mana bunaqa deylar. O'sha xotindan yana narsa zakaz qil, xotinjon deylar. Bilamanman, tak что zakaz qiling. Meni avrominsiz, zanechka deb pullaringizni chiqaring. Sog' bo'lasiz.